Qadrdonlar, O'zbekistonda yangilik. Endi mana bunaqangi lazer darvoza olib turib, mana bunaqangi oralarini qiynalib aytishga kerak yo'q 5-6 yildan keyin. Endi zakaz berasizlar, mana bunday syomnik qilib akalarimiz yasashib beryapti ekan, ko'rib turibsizlar. Darvozani borib biz o'rnatgandan keyin 5-6 yildan keyin bunaqangi chang bo'ladi. U narsani aytish uchun shu narsani ikkita bolt tushuni yechsalar yechiladi ekan. Chiroyli turib aytib turib, yana joyiga shunday qilib qo'yib qo'rasizlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, qadrdonlar, bu darvozamiz 1 kvadrati, agarda shunaqangi yechiladigan variantda bo'ladigan bo'lsa, 1 million 300 ming so'm, agarda yechilmaydigan variantda bo'ladigan bo'lsa, qadrdonlar, narxi 1 million 200 ming so'mdan. Darvoza mana bular nerjavika bo'ladi, 2 qavatli hisoblanadi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Siz xohlagan fasonda tayyorlashib berishaveradi. Mana bu darvozamiz qadrdonlar, mahallada bitta bo'lsin, zo'ridan bo'lsin degan akalarimiz uchun 2 qavat qilingan, shumka qilingan, Dubai fasonida yangicha fasoni bemalol kelib turib, buni bitta tepsalangan, rangi o'chmaydigan, ko'chmaydigandan bo'ladi. Kraskasiga 5 yil garantiyasi bor. 1 kvadrati qadrdonlar 1 million 400 ming so'mdan yasashi butun O'zbekiston bo'yicha o'rnatib berishyapti ekan. To'g'ri aytdimmi endi narxni? Esda turasiz operator. Xo'sh, mana bu darvozamizga keladigan bo'lsak, high-tech fason, bu mana bu yerlari 2 qavat bo'ladi. Bu ham o'sha shumka bo'lgan. Bu darvozamiz 1 kvadrati 1 million 200 ming so'mdan. Keyingi darvozamiz 1 kvadrati qadrdonlar 1 million so'mdan ko'rib turibsizlar. Bu ham o'sha yangicha fasonda. Bu yerdagi darvozalar eng arzoni qadrdonlar 500 ming so'mdan boshlanib, bu yoq o'sha 2,5 million so'mgacha ekan. Kimga kerak bo'lsa, manzil Farg'ona viloyat Bog'dod tumanidan bo'lyapti. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Agarda bozor va biznes kanalidan chiqdim desang, chiroyli qilib bonuslarni beradi.